Hürmetli kitap anlıqçılar, huzuruңlarda Yasincan Sadıqçıoğlanның Jallat Xenim namlıq tarihi romanının 2. qismi. 8. bab. Əməlgə aşmağan suiqasd. 1. Bu yıl köz tolumu sexiylik bilen keldi. Yakan daryosi bilen Qorashahar daryosiga kelgan O'tirhal kalkunni hisobga olmaganda boshqa daryo yaqinlarda ancha toshqin bo'lmadi. Yoz faslidagi alvak suv va ziyoda yomg'ir yeshindan xoli havo Saidiya tasarrufidagi zaminlarning dehqonchiligidan mo'l hosil etishiga sabab bo'lgan edi. Buğday qo'noq xamonlarida, qo'g'in tavuzliqlarda, bog' baranglarda bir yillik emgekining meg'izini chaqqan dehqonlar. Bu yil Alloh taolaning rahmati yog'di. Sultan Ismoilxon zamoni osoyishlik, yaxshilik, to'qchilik, ma'murchilik bilan boshlandi deyishdi. Demisimi, Buyuk Tangritog'ining janub-shimoldan iborat ikki bo'stonliqni almisoqdan tortib, makon tutib yashab, avloddan avlodga tirikchilik qilib kelayotgan emgakjon, mard, oq ko'ngil Uyg'ur xalqi yaqinqi 8-10 yil ichida beshidan nurg'un issiq sovuqlarni o'tkazgan edi. Tangritog'ining janubidagi bo'stonliqdagi xalq qish yozda qurg'oqchilik va bo'ron ofatiga uchrab bir tomcha suvga zor bo'lsa, yoz va kuzda dahshatli kalkun ofatiga uchrab hayoti va mol mulklaridan ayrilib qoladi. Tangritog'ining shimoldagi bo'stonliqda bo'lsa, qishda qor ofati, yozda kalkun, yoz faslida chekatga, kuzda mo'ldir ofati bo'lib turadi. Saidiya saltanatida o'tirgan xon sultonlar har yili xazindan nurg'un pul xarajat ajratib, suv inshooti qurilishlarini elib boradi. Kalkun fasldan burun daryo iqinlarni puxtalab, eriq o'stanglarni qaytadan chepib, toma to'smalarni yangilaydi. Ambar ko'llarning dambalarni puxtalaydi. Shunlashqami Saidiya saltanatida ko'k veshilik martabasi yuqori darajalik mansab hisoblanadi va bu martabaga xon jamiyatidagilar yoki xonning eng ishonchli amirlari tayinlanadi. İnsaniyat tarixida tunji kashf qilingan suv tugmini butunlay umumlashgan bo'lib, eng chat bulung pushqoqlardagi kanit qishloqlardanmi tugman tepiladi. Maxsus tugmanchilikni tirikchilik kasbi qilib, yaqin bo'ylariga birer yuz tosh tugman cho'rib, kishilarning unni tortib berib beyib ketgan boylarmi xilli bor edi. Kuz faslida dehqonlar ziroatlarini xomonlarga chashlagan mezgillarda tugmanlar boshqacha ovatlashib ketadi. Kuz va qish faslida tugmanlarning ovatlashganligi yoki cho'ldarab qolganligiga qarab, dehqonlarning shu yillik hosulining qandoq bo'lganligiga hukm qilib bo'ladi. Saxovatlik kuz oylarining birida 2-300 ga yaqin so'pi darvishlarni agashtirib, Sultan Ismoilxonning huzuriga ziyoratga mangan Xo'ja Hidoyatullo Eshon Tozg'un Yo'pirg'a Terim qatorliq cho'ngroq yurtlarda birer 2 kundan turib, bu yurtlardagi murid muxlislari bilan didor muloqotda bo'lib, halqa suhbat, jarri sama so'rini tuzib, suduk targ'iboti ilib bag'ach yo'lga chiqqan edi. Mana bugun Eshon pirining muborak poyi qadamlari yetadiganligidan xabar topgan Sheydong xalqi Tugmanchi Abdukerim boyning Yakan daryosi bo'yidagi tosh tugmini joylashgan to'pilikdagi saynaga dasturxon silib, yo'lga talmirib turishadi. Hidoyatullo Eshonning qiyin og'isi Abdug'upirbek 2 mo'zay 20 qo'y so'yib, 10 qozonda tosh qaynatib. Bu yerga mundaq izohat berilibdi. Hidoyatullo Eshon 1650-yili Shehid Döngga suluk targ'iboti bilan kelib, Shehid Dönglik Ubul Hodibekning qiziga uylangan edi. Ubul Hodibek barliq mol mulklarini, chorvalarini, Shehid Döng zaminining xeli ko'p qismini egallaydigan otimiras zaminni Hidoyatullo Eshonga taqdim qilib, ishqiya sulki uchun vaqfa qilib edi deydi. Eshon pirining kelishini kutib, bu saynaga yig'ilgan
yig'ilgan 3000 ga yaqin şehit dönglik sülki ishqiya muritlari g'ujmak bo'lishqinicha dog' yerdila o'tirib hum deyishginicha zikr etishyotdi. Saynaning to'r tarpiga silingan kigiz ko'rpalarning ustida mo'llaq etib o'ynayotgan kapsiz bolalarni cho'nglar pat-pat vaqirab, hayvi qilib qo'g'lib etadi. Kapsiz bolalar parqli qilib qochatdi-da, yana bir damdala ko'rpa kigiz ustida mo'llaq etishyapti. Abduqo'pir bek, Abdukerim boy, Polt xalifa, Musa Sopi qatorliq bir qism yurt mo'rtivalari jigida, so'gat, to'g'roq, suvadan teraklari orasidagi yo'lga pat-pat bo'yundab qarashatdi. Keladigan qarali bo'ldi, heli kep qala deyishib ko'ngillarni avundirishadi. Yekan, qumush va oliqandaq suv o'simliklari orasidan shildirlab eqib, töven tarafdagi 20 tosh tugmanning choq palakini guldiriltib aylantirib turgan o'stang bo'yidagi qiyri sugatlarning soyasida tag'ar-tag'arlab qo'g'in tavus, sevatlab olma, omut nashbut, anar, shaptulla dövünüp ketgan edi. O'ylardan ochiqqan chinqacha degan tovoq hijr oyoqlarni ayollar o'stang suyda pokiz yuyib taxlab qo'ygan edi. Qo'l suyi elish uchun hozirlab qo'yilgan abduva chilabchilarmi birer yuz yurishdan oshgan edi. Ish qilib Xo'ja Hidoyatulloh ishonni kutilish uchun tayyorlangan bu sorun xilli katta hasham bilan tuzalgan edi. Kun peshindan qayrilgan mahalda yiroqdan hu Allohu hu degan jari sadosi anglandi. Bu ovoz bilan tang dal daraxtlarning yo'ldan osmonga quyuq chang to'zon ko'tarildi. Bu ovoz bilan tang dal daraxtlik yo'ldan osmonga quyuq chang to'zon ko'tarildi. Hu sadolari bag'aziri kuchayib, sheytdong osmonida hayvatlik guldirlaydi. Chang to'zonlar osmonga xuddi bulutdek ko'tariladi. Shundaqla qaragan kishiga bu ko'rinish sheytdong ziminiga xuddi bir to'p bo'ri qavan, jin shayotonlar bostirib kelayotgandek tuyg'u beradi. Keldi. Hazreti Saidil Azam Xo'ja Hidoyatulloh ishon piri buzurgimiz yetib keldi. Ayna dedi Abduqo'pir bek das o'rnidan turib hayajonlangan holda. Yiroqdan davrab kelayotgan bir to'p olomonning qarisi ko'rindi. Abduqo'pir bek, Abdukerim boy, Polt xalifa, Musa Sopilar olomon tarafga qarab, boshlaridagi do'ppilarining tushib qolganiga qaramay yugurishdi. G'ujmak bo'lib o'tirishgan shehid döngliklar durrida o'rinlaridan turishib, ularga agashdi. Shehid döngga bostirib kelayotgan olomonning oldida Xo'ja Hidoyatulloh ishon oq arg'amoq ustida mag'rur o'tiradi. Uning orqasidan kelayotgan xalifa Sopi darvishlarining 20 lachisi otliq, qolganlarining 20 eshaklik, 20 piyoda edi. Yo'l azobi va ochliq ularni xilila charchitayotgan bo'lib, to'liq harg'in ko'rinadi. Ular oldiga yugurishib kelayotgan shehid döngliklarni ko'rib, harg'inni unutib, jinning boricha jari tortishga boshladi. Sho'rliq yerda gulub dasab, birda o'ng yonga, birda so'l yonga cho'rgilab, hari tortishmoq usulni o'ynab, sama selishdi. Oyoqlari ostidan ochiq sho'r to'pilar pur tozib havoga ko'tariladi va dimoqlarni echishtiradi. Bu Sopi darvishlarning ustibeshi, yuz ko'zi, choch soqollari, hatto bo'yin quloqlariga bir ilik to'pa qo'ngan edi. Ovozi bitib, korkarab qolgan hofizlar jinning boricha hukmat o'qiydi. Boshqalar uningga moslashib jar tartatdi. Bende neçe yaşsa ölmeki bar, gevher közüge bir gün tuprak tolmaki bar. Bu dünyada sefer kıgan kelmeki bar, o ahiretke sefer kıgan kelmez ermiş. Allah'ım, hüvi Allah'ım. Abduqo'pir bek, Abdukerim boy, Polt xalifa, Musa Sopilar ökirab yig'lashganicha
oq arg'umoq ustidagi Hidoyatulla Eshonning o'zanga dassab turgan o'tkini, to'nining pashlarini bir-biridan qizg'inib turib so'yishadi. Bir-biridan qizg'inib turib so'yishdi. Uning orqasidan davrab kelgan kishilar bir-birini qistishib, ittirishib, Hidoyatulla Eshonning oyog'ini, to'nining peshini so'yishga, ko'zlariga surtishga intiladi. Qo'rshovda qolgan oq arg'umoq bu qisqa-qistangchilikda izida turolmay oldi keyniga o'ng so'lga mudraydi. Kishilar to'pi talvilarcha chuqan salatdi. Hidoyatulla Eshonga bas-basda madiya tilaklarini bildirishadi. Hormag'aylar, pirulvaq Qutbul aqtabimizning poyi qadamlariga muborak. Menga yo'l beringlar, yaronlar. Eshon pirimning o'zangisini ko'zimga surtib olay. Sultanul Muhaqqiqinning jamoliga qinib olay. Ah, Valiyullah hocam. Ah, janobi piri buzurkim. Ey Allah, buzurkvarimizning aptab jamolini ko'rishga nisb qilganing uchun ming qatli shukri. Ah, Eshon hocam, men kim piqir miskinlarga bir duo qilib qo'ysalar. Oq arg'umoq ustida Hidoyatulla Eshon atrofini o'rvagan muridlarga ikki qo'lini ko'ksiga elib ehtirom bildirdi. Ko'rishish uchun oradak so'zilgan qo'llarga qo'lini chalib ular takkuzatdi. Shu tapda otliq uzoq yo'l yurib, teqimlari uyushib ketgan, ham qursaqi ichib, ko'krab ketgan Hidoyatulla Eshonning otdan tushib, yumshoq ko'rpa ustida toza bir ig'nab yetib olg'isi bo'lsa-mu, ammo atrofidagi shunchavala muridlarining ko'zlayotgan ziyoda hurmat, e'tiqodidan o'yilib, chiroyiga yolg'on kulka yugurtib turishga majbur bo'layotdi. U biror amal qilmasa, otdan tusholmaydiganligini his qildi-da, o'ng tarafida ikki qadam yiroqlikda turgan xalifasi Molla Saqiga qarab ko'z ishorasi qildi. Xo'jasining har bir chiroy ifodasidan o'y xiyolini bilishga odatlangan Molla Saqi Eshonning maqsadini darhol tushundida, o'zangiga dassab ot ustida o'ri bo'ldi va davrab turgan olomonga vaqirab turib so'zildi. Ey shaytonlik yaronlar, sabr qilgaysizlar. Uzoq yo'l yurib, Eshon pirimizga harduq yetdi. Qutbul aqtabimizni oromgohga boshlagaysizlar. Aram ağaç didari muloqot bo'lg'aymiz. Molla Saqi xalifaning so'zlari Abdug'ofur beg qatorliq shehidning mo'tvalariga ta'sir qildi. Ular Eshon xo'jasini teqchilar atdigandan biri tayyorlagan so'ringa boshlamaganligini esiga elishdi-da, atrofidagilarni vaqirab jimiq turdi. Posh! Eshon buzurgvorimizga yo'l beringlar. Abdug'ofur beg oq arg'umoqning chulvurini bo'yniga silib turib, odamlar to'pidan yo'l ochdi. Abdukerim boy, Palti xalifa, Musa Sopla oq arg'umoqning yoylig'iga, Hidoyatulla Eshonning oyog'iga esilib mangdi. Tugman bo'yidagi saynaga yetib kelgandan keyin Hidoyatulla Eshonni yo'lashtirib degudak otdan tushirdi-da, to'rt tarafdagi qo'shlab silingan ko'rpaga taklif qildi. Eshonning o'ng tarafidan shehid do'ngning mo'tvalari, so'l tarafidan Molla Saqi qatorliq yuqori darajalik xalifalari va suluk targ'ibotchilari o'rin oldi. Boshqa so'pi darvishlar va shehid do'nglik muridlarmi kigiz yetishmaganlari doq yerdilar, yumaloq so'rin tuzib o'rin elishdi. Hammaylar joylashib o'tirib bo'lgandan keyin Eshon duoga qo'l ko'tardi. Onunğa əgişib, həmmə adam alqalarını cüpləb egiz götürüşdü. Eshon ovozini ünlük chiqarib turib, shehid do'ngdagi barliq muridlarga uzundan uzun duo qilib bo'lgandan keyin Allohu akbar deb olqinni yuziga sepidi va qaytadan esanlik so'radi. Duodan keyin yuzlagan obtuva chilabchilar harakatga kelib, qo'l suyi ilinib, dasturxon silindi. Yüzlеген adamlar liganlarda qo'g'in tavuzlarni, olma amut, shaptul qatorliq yal yemishlarini dasturxonga to'shishdi. Uningga ulabla har bir liganga 9 dan tizilgan nonlar dasturxonga qo'yildi-da, chashkah vaqtidan beri qaynab, rosa pishib, titrab turgan ikki mo'zayning go'shi tortildi.
Bütün pişirilgan 20 qo'yning 3'ü yuğan kasanlarga silinib, Hidayatullah ishondan boshlab ma'lum orliq qoldirib, dasturxonga keltirildi. Şehit dönglikler bütün pişirilgan qo'yning go'shini uch tatliq deyishatdi. Eng hurmatli mehmonlardan biri qo'yning go'shini parchalab, nonning ustiga ilib taqsimlab beradi. Parçalangan go'shtning cho'ng kichikligi dasturxonda o'tirgan mehmonning nopuz obro'yiga qarab belgilanadi. Eng oxirdagilarga quyruq maydan biror to'g'ram taqsim bo'ladi. Dasturxonda bir cho'kin choy qaynamichilik vaqt jimliq hukm surdi. Faqat odamlarning go'sht yeyotgan vaqtidagi shalab-shulub, malach-malachlarla angladi. Mehmon kutishga mas'ul bo'lgan biror 100 ga yaqin shehid dönglik muridlar dasturxondagi shapaq, shöpük, süngaklarni ilib etib, yangidan pichilgan qo'g'in tavuzlarni, pokiz yuvilgan olma, amut, shaptullarni to'liqlab turadi. Aradan uzoq o'tmay, ishonning oldiga dori darmaklar silib, singdirib pishirilgan zix kaobi keltirildi. Ishon takallufsizla kaobdan 7-8 zixni sirvatida kar qilib kekirdi. Maydashqan qo'llarini Abdug'oppur bag uzatgan ipak ro'molga oldirmay surdi. Demak, ishon to'ygan edi. Boshqa so'pi darvishlar tirnoqlari va bagilarining uchi bilan tishlarini ko'lg'ach, bizga biror 2 zixdan kavob iltifot qilsa ekan degan ta'mada ko'zlarini o'choq beshiga tikishadi. Kavobdan umidini uzganlari qo'llaridagi may yo'qindilarini avval soqol buruttirga, ondan yuzlariga va to'ngri besib qardab ketgan balvoqlariga surtishadi. Hidayatullah ishon o'ziga barliq vujudi bilan tikilib turgan shehid dönglik muridlarga to'liq so'zlab yodqa bo'lib ketgan nutqini boshladi. Shehid döng ulug'larimizning nazari tushgan muqaddas yurtdir. Şuna bu yerda avliya mashoyixlar g'oyibdan pat-pat paydo bo'lib, ahli sulukdagi murid yoranlarning ish ahvollaridan xabar tepib, muborak nazarlarini tashlab, duolarni bo'p turdi. Ostona hijratiga niyat qilishdan oz kam bir hafta ilgari Hazratdagi padaru buzruk mazar podshohimning maqbarasida etikopda o'tirib, shundaqla bir kashfu karomat qilib edim. Ko'zni yumib ochguncha o'zimni olami malakutda ko'rdim. Bu yerdagi olami malakut degani farishtalar olami degan gapkan. Eriqlarda obi zamzamlar eqib turgan bog'u iramni shundoq o'ylanib ketib borsam, Babai buzruk Maxdum Azam, Sajjada Nishon Valiyullah Hazratleri farishta malaikalar bilan muloqotda bo'lib o'tirgan ekan. Berib ularga salom berdim. Bir pas muloqotda bo'lgandan keyin tuyuqsiz Babai buzruk Hazratleri so'rab qoldi. Ey farzand, shehid döngdagi ahli suluk yoranlar bilan ko'rishdingizmi? Yo'q, deb javob berdim men. Javobimni anglab, Babai buzruk Valiyullahning muborak jamolini norozilik bo'lib turib qopladi. Bilingki, ey farzand, shehid döngda Allohning inoyatiga muyassar bo'lgan bisyor yoranlarınız bardır. Ol yaralarınız kechayu kunduz siz qutbul ahtab buzrukvaning jamoliga tashna bo'lib, yo'lingizga talmirib turmoqda. Ular fani dunyoning puchak puliga arzimaydigan maishatlaridan kechib, saodatman sulki ishqiya yo'lini yuraklariga jo qilib sizning peshingizni tutqandir. Bering,
ular bilan didor muloqotda bo'lib, tilaklarini ijobat qiling. Babai buzrukning bishoratini olgandan keyin darhol tayyorlik qildim-da, shiyttonga qarab yo'l oldim. İnşallah, mana hozir siz muritlarim bilan didorlashib o'tiribdiman. Hidoyatulloh Eshon nutqiga barliq sazularini ishqa silib, anglab o'tirgan muritlarga qarab davom qildi. İnsonga barliq baloy ofatlar nafsidan kelur. Mol dunyo yig'moqlik, ish ovqat qilmoqlik, bu dunyoning rangvoz maishatlariga berilish, rohat farog'at qo'g'lishish, so'latlik egin kiyish, yosinish, torinishning hammasi insonni nafsi balosiga boshlab borur. İnson nafsini o'z erkiga qo'yivassa, gumrohlikqa qolur. O'shnisiga hisobsiz gunohi kabirlarni ortib olur. Nafsi shayton insonni ikki to'shuk orqali ozdurur. Ul ikki to'shuk inson badanining yuqorqi tarafidagi to'shuk bilan ostinqi tarafidagi to'shukdan iboratdir. Yuqorqi tarafdagi tamagar to'shuk bo'lib, egisini yeyish, ichish, tetishqa har qachon vasvasiga salur. Bugun buni yedim, at uni yesam, o'g'ni buni yesam degan noshukr xiyollarga asir qilur. Piri buzrukni, suluk irodatlarini unutildirur. Ostinqi tarafdagi balogar to'shuk bo'lib, egisini ayol zotiga saqal tashlashqa, xotun elishqa, jima lazzatlaridan huzur elishqa qiziqtirib, musiqi, mug'anni, o'yin tomosha, bazma mashrablarga asir qilur. Mana bu suratan juloliq, batinan to'limi puchak maishatlarga balogar to'shukning kayniga kirib, beqaror bo'lgan insonlarning imoni susishar. Bu yerdagi suratdan degani shakli ekan, batinan degani mohiyati degan gap ekan. Suluki tariqatdan chatlashur. Shunga balogar to'shuk talab qilgan jimo lazzatlariga chek qo'ymoqligi, faqat ishtiyimi bilan ozuqlantirishga munosib tanni huzurlantirmasligi, lazzatlantirmasligi, balki jazolimiki, azoblimiki vojibdir. Agar kimarsiki vujudidagi ashu tamagar to'shuk bilan balogar to'shuk talab qilgan lazzatlardan kechib, fani olamning maishatlariga ko'z qirini solmay, ishti-o'lari misali g'orlarni, kona tamliqlarni, mazarliqlarni, tashlandiq go'rlarni, go'laklarni vatan tutib, saodatman sulki ishqiya yo'lida o'zini fido qilsa, halqa suhbat, jarra samolarga mashg'ul bo'lsa, haqqa yetib 8 jannatning oshquchini qo'liga olg'ay. Bu vafosiz olamda tamagar to'shukni cheklaganligi uchun boqiy olamda bir luqmasi bu olamning 1000 luqmasiga barobar keladigan maishatlik g'izolarga eg'iz takkay va bir belida bir buqining, bir putida 2 to'gining kuchiga barobar kuch-quvvat zohir bo'lg'ay. Fani olamda balogar to'shukni cheklaganligi uchun boqiy olamda 8 jannatdagi har tongla saharda bir qitim qizliqiga yenib turadigan hur parilar bilan jimo lazzatlardan huzurlang'ay. Xulos kalam, insonning vazifasi nafsidan kechib, haqqa yetib, abadiylikka erishishni istamakdir. Bu maqsadga yetish uchun tanni jazolamoq, jahonning barliq huzur halovatlaridan tanni mahrum qilmoq lozimdir.
Xo'ja Hidoyatullo Eshonning uzundan uzunga so'zilgan masala ma'rufi, suluk targ'iboti namoz degan vaqtgacha davomlashdi. Şehit döngdikiler bu targ'ibatni anglab, nafsining kayniga kirib, jahon maishatlariga berilgan gunoh kabirlardan qattiq cho'chib, jannat yuzi ko'ranmasligidan vahima yeb, pushaymon yoshlarini to'kib, iqib ketishgan edi. Hammaydan o'stan suyda tarat ilishgandan keyin Hidoyatullo Eshonning imomatchiligida mushu saynadla digar namozini o'qishdi. Namazdan keyin Molla Saqi xalifaning yetakchiligida halqiy suhbat so'rini tuzib, jari samoga tushib ketdi. Hafizlarning jarangliq, ammo to'limi mo'ngluq hukmatlari atrofga takshi tarqalatdi. Sufi darvishlarning hum lari shehidning osmonida haybatlik guldirlaydi. Tamamiy dügüdek sorunğa düşüp, sama silişip, heri tartışmak usulu oynayatkan muridlar, Sofi dervişlerinin en kopal, en nazuk beden hareketlerini süpsüzük asman gümbüzüde istip durgan tolun ay, gümüş nurları bilen toluk yortup duratdı. Nefsi yolga kirgen kişi resva bolur, yoldun izip, teyip, tozup gumrah bolur, yatsı qopsa şeytan bilen hemrah bolur. Nefsin yıqqıl, ey bedkirdar. Allah'ım, hüvi Allah'ım. Ya menhu ya Allah, haq dost ya Allah. Bu yerdeki bedkirdan degeni yamanlık qıg'uchi degan gapkan. Bu klassik şair Ahmad Yasavining she'ri deb izohat berilibdi. To'lin ay paqiraydi. Hükmetler moңluq jaranglaydı. Jari samala palakni quchatdi. Manglagan Sofi dervishlarning yerga gulup dassashlardan to'zg'an ochiq to'pa changlar quyuq tutak paydo qilgan edi. Barliq vujudi bilan jari samoga tushib ketgan bu kishilar shu topda o'zinimi, hatto Eshon piri buzruknimi unutilib ketgan edi. Shu topda Hidoyatullo Eshon qiyin og'isi Abdug'o'pirbekning katta qo'rusidagi hashamatlik mehmon sarayida qo'shlab silingan ta'tillar ko'rpining ustida pay yostiqqa yulanganicha Abdug'o'pirbek, Abdukerimboy, Polt xalifa, Musa Sofi qatorliq yaqinlari bilan nash chekiyotdi. Dasturxon yog'liq to'qash, dumlab pishirilgan qo'zi go'shi, o'g'loq, bochka kopi, o'pka hisib, qo'g'in tavuz va har xil ho'l quruq yal yemishlar bilan to'lib ketgan edi. Bo'ldi deguncha yeb to'ygan mehmonlarning dasturxonga qarashga hafsilasi yo'q edi. Chilim 2 oylanib bo'lganda Abdug'o'pirbek sal tortinibroq Hidoyatullo Eshondan so'radi. Uzundan beri ichishga ko'zim qiymay saqlab qo'ygan bir necha ko'za sharob bor edi. Bilmadim, pari buzrugimning tavi bormikin? Sharobning gapini anglab Hidoyatullo Eshonning geli qimildidi. İltifatning cho'ng kichigi yo'qdir. Sahibxonaning ko'nglini qaytirish mehmon uchun adabsizlik bo'lur, dedi Hidoyatullo Eshon. Abdug'o'pirbek malaylarga buyurib, dasturxonga 3 ko'za sharob keltirdi. Sharobga azroqdan apyun selib etgan edim. Necha vaqtdan beri ichib toza kuchlanib qoldi-ku deyman, dedi Abdug'o'pirbek ko'zidagi sharobni oypang piyolaga to'kib Hidoyatullo Eshonga uzatib turib. Eshon sharob piyolasini qo'lga oldida tuzut qilib o'tirmayla leviga takkizib sumrib ichibatdi. Rastilla isil sharobkan, dedi Eshon bo'shagan piyolani qiyin og'ziga tanglab turib. Odam mast bo'lgan chog'da ruhi ilohdan bexabar bo'ladi. Her kecha bidar bo'lib Allohning jamolini seg'inadi. Vujudi ishqining hijronida o'rtanadi va har lahzada haqqa yetmakni xiyol qiladi. Kayib qilmoq bizlardek Allohning ishqida, hijron bayavında pidokorlik ko'rsatgan, barxonlarda ussab, yurak bag'ri chak bo'lgan ariflarga durustur. Şuna Allah'ın işqida neşe çekip ibadet qısa, tiliki asan icabet boludu. Mest
mustag'raq bo'lib yurganda ondan husni mutlaqqa yiqilisha olaydi. Bu yerdagi husni mutlaq degani Alloh degan gapkan, Allohga degan gapkan. Bu navbat ostanda uzoqroq turib qolarlimi pirim? So'rdi Polt xalifa bulduqlab sharob to'kilayotgan piyolaga oshko'zlik bilan qarab qo'yib. Dahri Sultan İsmail xonning niyat istiqboliga qarayman, niyat iqboliga qarayman. Anglishimcha Maxtumzoda degan murtad Do'zaxi o'lgandan keyin Sultan İsmailxon ul to'ng'izning kuchklari bo'lmish, ikki Maxtumzodani pir tutqanmish, ham qotilni tepib jazolashga va'da berganmish, dedi Abdukerimboy liq sharob to'ldirilgan piyolani qo'liga elib turib. Bu ishlardan allaqachon xabardormiz, dedi Hidoyatullo Eshon xotirjamlik bilan. Her holda o'z qo'limiz bilan bo'lmasimi boshqalarning qo'li orqali padari buzruk mazar podshohimning qon qisosini olgan bo'ldik. Dahri İsmailxonning qotilini tepib berish va'dasi. İkki Maxtumzodani go'llab bergan tasallisidir. Qotilni ilmi g'aybda maqomiga yetgan odam bo'lgan taqdirdimi topolmaydi. İkki Maxtumzodi bo'lsa to'liq go'dakdir. Ular piri buzruklarning hudisdan chiqolmaydi. Murid muxlislarining qadriga yetmaydi. Xon ul Maxtumzodlarga qo'l bergani bilan sulki Isoqiyaga irodat qilmaqi natayin. Qutbul Aqtab piri buzrugim bizlar kim sulki ishqiya ummatlarining sultonul muhaqqiqinnindir. Muhaqqiqinnindir. deb Madiya so'zlarini boshlabdi Musa Sopi. İşan pir dastgohimizning muborak poyi qadamlari yetgan joydan tongla mahshargacha barakat ketmagay. Tutib qo'ygan yog'ichi chinor bo'lib ko'kligay. G'azab qilganda yer zamin titrab, duoibat qilib atganlar gaskacha, ama majruh bo'lib qolg'ay. Qarg'ishiga yo'liqqanlar jahannamga safar qilg'ay. Pirim shundaqli bir kashfu karomat qildigan bo'lsa, u Dahri Sultan İsmailxonning mulhid sulki isoqiyat aqidasidan qaytib, saodatman ishqiya sulkimizga irodat qilmaqi, ishon pirimga qo'l berib, oyoqlariga yiqilmaqi hech qancha ish emas. Musa Sopining maqtashlaridan as-hushini yo'qotgan Hidoyatullo Eshon hayajon ilkida kerildi. Ayni muddao Polt xalifa. Musa Sopining Eshon pirining nazariga bakrak ilinib qilishidan qizg'inib, darhol gumpangchilik qilishga boshladi. Qutbul Aqtab piri buzrugimiz ostoniga qadam bossila, Sultan İsmailxon olilarining ahli tariqatining nurliq yo'lini ko'rsatguchi saodatman ishqiya sulkimizga irodat qilmaqi. Xuddi munu oyoqdagi oshtakla bizga allaqachon ayon. Xon olilari pirimga qo'l berdimu bo'ldi. Butkul Saidiya tasarrufida sulki ishqiya targ'ibotini ilib bormaqimiz to'sqinsiz ham bemaloldir. Ol chog'da sulki soqiya muridlarini har qilib mingaymiz. Lalmi saglarni qo'g'lagandek sur to'qay qilgaymiz. Arqim-arqa ichilgan, apyun selingan kuchlik sharob ishonni obdalli mast qilgan edi. Shunga u muridlarning bu so'zlarini anglab, yaqindan beri ko'ngliga pukib kelgan, muqimlashtirib bo'lgan maqsadini yo'shirmay davatdi. Xon sultonlarga piri buzruk bo'lish orqali suluk tavritish niyatimizdan yandiq. Allah Taala ul dahriylarga Saidiya tasarrufida avlod xon sulton bo'lishni peshonasiga putmagan. Hamda bizlarningmi bir navbatimiz bordir. Saidiya taxtiga bizlarningmi bezak bo'g'uchiligimiz bordir. İnşallah itqalları kelgay pirim, dedi Abdug'o'pirbek hayajonlanib. Al-haq, murad maqsadlarga yetkayla, Qutbul Aqtabim,
dedi Abdukerim boy. Janoblari, yalğızla ahli sülükteki yarenlerinin sultanul muhakkikini bop kalmasdın, bütkül Saidiye tasarrufideki barlıq raiyetinin han sultanı buluşku münasip, dedi Musa Sopi yağlımı tilini işqi silib. Eğer piri buzurgimiz muşu məqsəddə qoluğa adalet şəmşirini alıdığan bolsa, bizler kim halife məsulları bu yolda cenimizni təsəddüq qıgayımız, dedi Palt halife. Büyük Saidiye xanlıqını ağdırıp taşlaştın ibaret bir şum niyet, qədimi yurt şehitliğinde aşkarlanğan idi. Sırtda həlqi söhbət, Jari sama bağansırı qızıp ketken idi. Öy içide bolsa, kelgüsü şum plan haqqidagi arzu armanla avjiga chiqqan edi. Ular ana ashundaq paranglar bilan 3 koza sharabni pak-pakiz ichib bo'ldi. Masjid mustag'raq bo'lgan bu ishon so'pilarning fosiq vujudi Allohga yetish armonlari bilan emas, Saidiya saltanatining taxtini tortib olish orzulari bilan o'rtanmoqda edi. Qandaq bo'ldi? Bosug'dan tortinib atlab, tapsidila qo'l bog'lab turgan qeri xizmatkardan so'rdi Abdug'ofur bek. O'yladi saqlab turibdi, deb javob berdi qeri xizmatkar beshin tuvan silib. Xizmatkarning javobini anglab Abdug'ofur bek Hidoyatulloh ishonni qarab qo'l bog'lab turib dedi. Barat Sopi ismlik bir muridlari uzundan beri ishon pirimning duosini erishni ko'ngliga pukib kelgandi. Bugün İşan Pirimning ulug'larning nazari tushgan shehidning ziminida Xudoyi qo'noq bo'lish niyatini bilib, bu yil 13 yoshga kirgan ojizasini qizliq ipiti bilan xizmatlariga topshirib duo qildirish niyatida fiqriga bildirgan edi. Agar Pirim maqbul ko'rsa, nikohlab qo'ysak. Muridlarning talab hojatlarini rad qilish, Xudoyi nesibini qabul qilmaslik bizlar kim ishon piri buzruklarga joiz emasdir. Qani marhamat qilg'ay, dedi sharob ta'sirida hayvoni shahvati qutirab turgan Hidoyatulloh ishon kutmagan bu omaddan xushal bo'lib. Barat Sopi ismlik 50 yoshlardan alqagan to'la emgak qilganlikdan mukchib qolgan dehqon uyga kiribla Hidoyatulloh ishonning oyog'iga yiqildi. Pekir muridlarining arzimas ko'nglini qabul qilganliklari uchun rahmat, dedi u ko'zlaridan taram yoshlarini to'kib. Ishon olqinni juplab Barat Sopiga uzun duo qildi. Duosida 2 olamlik tog'dak savoblarni, 8 jannatni, arshi muallaqni, havzaki kavsarni va'da qildi. Duodan keyin Palt xalifa ishon bilan Barat Sopining qizining nikoh fatihasini o'qidi. Duodan keyin Palta xalifa ishon bilan Barat Sopining qizining nikoh fatihasini o'qidi. Abdug'ofur bek, Abdukerim boy, Musa Sopi va Barat Sopilar guvoh bo'ldi. Eg'ir alyatqu mahalda bir qitimliq duoning qurboni bo'lib ketgan, amdila 13 yoshga kirgan narsida qizliq iptining buzilish azobiga chidamay bar ovoz bilan chirqirayotdi. Bu ichinishliq chirqirash vujudidan Abdug'ofur bekning katta qo'rosiga, qo'rodan butkul shehidning osmonida ko'tarildi-da, texichilar tugman oldidagi saynoda halqa suhbat qizvatgan Sopi darvishlarning jari sama sadolari orasiga ko'milib qoldi.